Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbol sevar do'stlar, siz futbol fanatlari kanaldasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Katta mamnuniyat bilan, katta xursandchilik bilan shuni mamnuniyat bilan aytishim mumkinki, bugun O'zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreyani batamom tormor qilgan holatda keyingi bosqichga yo'l oldi. Qancha tanqidlarga qaramasdan bizning futbolchilarimiz bu o'yinga 100% tayyor ekanliklarini yana bir bor isbotladi, ko'rsatdi. Do'stlar, bizning futbolchilarimiz ajoyib o'yin ko'rsatdi va Janubiy Koreyaga hech qanday imkoniyat qoldirmagan holatda uzil-kesil mag'lubiyatga uchratdi va tormor etdi do'stlar. So'z o'rnida yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladi. Bosh murabbiy Ravshan Haydarovga ham ulkan rahmatlar aytamiz. Keyingi raqiblarimiz kim bo'ladi, buning hech qanday ahamiyati yo'q. Biz endi kim bo'lishidan qat'iy nazar yanchiymiz, jang qilamiz. Chunki bizda jangchilar bor, gladiatorlar bor. Albatta finalgacha chiqib, finalda ham mag'lubiyatga uchratamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar finallarda ham g'alabalarga erishib, Osiyo Kubogini O'zbekistonga, Toshkentga olib kelamiz albatta. Bugungi g'alaba bilan butun O'zbekiston futbol muxlislarini, futbol fanatlarini chin yurakdan muborakbod etamiz. Alohida futbolchilarga ham, bosh murabbiyga ham rahmatlar aytamiz. Do'stlar, bizning kontentlarimiz sizlarga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.